ichki bola va ichki ota-onasi yaxshi yashamagan odamlar bitta ssenariyda yashaydi, karpon uchburchagida. Karpon uchburchagini bilasizlarmi nimaligini? Agressor, qutqaruvchi va жертва bor. Bu qurbon. Agressor bu hammaga gapini o'tkazadigan odam. Qutqaruvchi bu qutqaradigan, hammani problemasini hal qilib beradigan odam va жертва, hamma narsada жертва bo'ladigan odam. Kim o'zini qaysi birida ko'ryapti? Qutqaruvchi bo'lgan odam agressor ham bo'ladi, qurbon ham bo'ladi. Chunki siz boyagida aytdik, usherb bergan ichki bolangiz bor, usherb bergan ichki ota-onamiz bor. Bu ona, boyaga ichki ona, bu ota, ichki bola. Qaysidir foizda busiz, qaysidir foizda busiz, qaysidir foizda busiz. Ana endi sxema chizasizlar. Agressor, qutqaruvchi, qurbon. Er bilan necha foiz agressorsiz? Qanaqa bo'ladi? Er bilan agressor bo'lish. Pulni ber. O'sha payt agressorsiz. To'g'rimi? Yoki bo'lmasa bir marta xiyonat qilgansiz, bilasizmi? Bir bola bilan quvlab urush janjal qilamiz-ku. Ezadigan paytimiz siz agressor bo'lasiz. Bu masalan o'zimdan oladigan bo'lsak, 40% agressorman. Munosabatda. Da? Xo'p, qutqaruvchi necha foiz qutqaruvchisiz? Eringiz qarzga botib ketsa qanchalik qutqargingiz kelib ketadi? Aytaylik, meniki 10%. Qutqargim keladi. Men ham da o'ylayman, maslahat berishim mumkin. Da? Hamma bunaqa qiling, bunaqa bo'lib ketadi, lekin pul beraman, to'g'ri bo'laman. Qurbon shunda 50% bu bilan qurbon bo'lar ekanman. Ana endi bolalar bilan 80% agressorman. Hamma narsada otaman. Tipa kontrol qilaman. Qutqaruvchiman. 20% qutqaruvchiman, vashsiy qurbonmasman. Har bitta narsa ota-onangiz bilan, ishda, jamiyat bilan. Xo'p, mana ko'ringlar. Men hech birida yo'qman desanglar ham bo'ladi. Mana shu uchburchakdan chiqa olmaysiz. Har doim agar ichki bola, ichki ota-ona zararli bo'lgan bo'lsa, bu garmoniyada bo'lmasa, bir-biri bilan urush jangda bo'ladigan bo'lsa, siz mana shu uchburchakda yashaysiz. Tamom.